keyingi masala demak 5-masala bo'lyapti. U yerda aytilganki, yerni shimoliy kengligi 60 gradus shimoliy kengligidagi nuqtadan 6,6 tezlik bilan otilgan raketa, shunday tezlik bilan uchirilgan raketa yerga qaytib tushadimi, yo'qmi degan. Endi bitta savolda ikkita savolda tiqib ketish deydi bunga. Chunki birinchidan biz oldin o'sha yerda 60 gradus shimoliy kengligida aylanish tezligini topib olishimiz kerak. Endi uni qanday topamiz qarang. Birinchidan mana bu nuqtani radiusini topamiz. Bu nuqtani aylanish radiusini topsak, kichkina yerdan katta yer qo'ysangiz alfa bo'ladi. Katta yer albatta yerda radiusi, bu gipotenuza bu. Mana bu burchak o'sha shimoliy kenglikda burchagi 60 gradus bo'lsa, demak bu tarafi ham 60 gradus bo'ladi. Bu haqda men o'sha Usmonov video darslarimda yaxshilab to'xtalib, bu tezliklarning qanday nima bo'lishini ko'rsatganman. Qaysi mavzusiligi esimda yo'q, lekin shu aylana bo'ylab harakat bo'lsa kerak baribir. Yerda aylama harakati o'sha aylana bo'ylab harakatda ko'rilgan bo'lishi mumkin. Boshida kinematikada. Endi xullas mana bu radius gipotenuza, bu o'sha burchakka yopishgan katet bo'lyapti. Shuning uchun kosinus ishlatdim. R taqsim 2 shundan paydo bo'ldi va shundan men v barobar 2 pi r taqsim t qilib, haliga yoki r ni o'rniga katta r taqsim 2 qo'ysam, mana bu ikkilar qisqarib ketib, pi katta r taqsim t degan formula topdim. Bu topgan formula nima? Yerda aynan 60 gradus shimoliy kenglikdagi nuqtalarini aylanish tezligi. O'sha tezlikni hisoblab topib sekin oxiriga yetishsam 0,2 kilometr taqsim sekund bo'lyapti. 0,2 chiqar ekan. Xullas qalam mana sonlarni qo'yib sekin hisoblasangiz, pi o'rniga 3,4, radius o'rniga 6400 kilometr, vaqt endi 1 sutkada yer bir marta aylanadi, 86400 hisoblab chiqsak 0,2 bo'ladi. Bu 0,2 tezlik nima degani? 0,2 kilometr sekund tezlik bu mana shu nuqtani aylanma harakat tezligi degani. Shu nuqtadan g'arbga qarab uchirilgan raketa. Ya'ni yer ham mana sharqdan g'arbga qarab uchadi-ku. Uchadi to'g'ri, aylanadi-ku, ha? Yer ham sharqdan g'arbga qarab aylanadi. Agar raketani ham sharqdan g'arbga qarab aylansa, yer mana sharqdan g'arbga qarab aylansa, o'sha raketani ham g'arbga qarab uchiradigan bo'lsak, yerning boshlanish tezligi uning o'sha uchish tezligiga qo'shiladi. Qo'shilganda o'sha 6,6 v0 boshlang'ich tezligi 6,6 ga yerda aylanish tezligi 0,2 ni qo'shsak 6,8 tezlik chiqadi. Agar u sharqqa qarab uchirilganda edi, o'sha yerda aylanma harakatiga teskari uchirilganda edi, unda bu 6,6 dan ayrilib 6,4 bo'lib qolgan bo'ladi. Mana shu tezlik, demak, raketaning dastlabki boshlang'ich yerga nisbatan tezligi bo'ladi, aylanma harakat tezligi bo'ladi. Bu tezlik o'zidan birinchi qo'sim tezlikdan kamlik qiladi. Endi jism yer atrofida qulamasdan aylanish uchun birinchi qo'sim tezlikka ega bo'lish kerak. O'z-o'zidan agar bu kamlik qiladigan bo'lsa, u demak aylanma harakat qila olmaydi. Xuddi shunaqa gap. Demak, u qulab qaytib tushadi.